Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida aeroport ichida. Aeroportning to'g'ri manglayida ishning 3 qavatli zdaniya sotuvga qo'yildi. Birinchi chetdan tanishtirib o'taman. Birinchi qavatni podolatib qo'yibdilar. Bemalol ishlarni qilsangizlar bo'ladi. Xohlasangizlar tikuvchi, xohlasangizlar bilyardxona, bu yon tarafni xohlasangizlar do'kon etsangizlar bo'ladi. Yuqorida xonalar tayyor, to'g'ri girib yashamoqqa. Suv, gaz, svetlar muammo yo'q. Bu yon taraflarida yana addan bor mashina qo'yish uchun. Arka tarafından baydı. Podolunu gözetip ötemem. Yine podolumuz remonttan çıkıp tuttu. Ayak temiz kafeler bitken. Tak uzun sana bir 13,5 metre. Bunun yerine 6 metre. Yüksek. Xalasanızlar pişir etseniz de buladı. Pichoni, sichoni iş kılıp liboy bir biznes etseniz de. Başım şarayet zor. Toçken zor. Aeroportun manglayında. Sen depolarını gösteremem. Tak birimizni xalasanızlar dalana tesla, xalasanızlar set tarafxana bölüp taşap, xalasanızlar yaşaydan bir xalasanızlar pod ofis. Bir anda yine kaç yollarını santexnikalar şehirde o'rnatilgan ekan. Katta kotol qo'yilgan, kotelni ekan bir. Yan taraf bilan tanıştıraman. Bu yerda yana rakvina qo'yib qo'yibdilar. Bu yerda hozatxona. Sanozerlar ikkinchi qavatdan bor. Bu yonimizda yana xohlasangizlar beklab bersangizlar, bu yon tarafimizda mashina qo'yadigan haddi bor. Perdelerimiz kısılgan yine. Tak. Bir yan tarafımızda sanuzeli var. Kafeden çıkıp tuttu. Duşoğla zamanavi. Aristola koyulgan. Unitaz. Rakoynalı. Paket koyulup tuttu. Divalarımız Adnaton'un içinde seri bagati svet aboydan çıkan. Studiyani yatib qo'yibdilar berlayni. Xohlasangiz ishda bemalol o'tirib, televizorlarni qistirib, mana tochka tashlangan. Ishda pishirib tushiratib, yeb ichib, televizor ko'rib, o'tiradigan instatsiya bo'ladi. Bu yerga uголок qo'yib. Katta oyna tushgan bu yerda yana. Tüplü pol aytib o'tdim. Bu yerimizda sifonisi bor. Cho'tka remont o'tganlar bu yerni. Ayak deyimiz kafel. 61-20'lik. Bir yerimiz zal. Yine zalımızdan çok ketik koyuptular. Yine görüp durgularınız aeroport. Taze demir yol. Yolun üstünde. Liboy bir biznes, dükkan, etemen desenizle kolay yerde. Bakasını ekranlarda yazıp etemen yurttaşlar. Kızık kallı olsa bemalol telefonlaşa verəsizlər. Sağ aman bolunlar, işləriniz olsun.